Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun mana sementallar sotilar ekan, mana shular. Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Dang'ara tumanida Zapchas bozorida oldida akalar. Zotga so'raganlar, mana 3 bosh sementallarimiz bor. Pullari xudo xolasa yengil. Yoshi 18, faqat 20 oy ana shunaqa tishi chiqqan yo'q. Endi hali chiqaradi tishni. Mana bo'yini o'lchadilarsa, uni tagigacha 1,5 metr ekan. Yerdan shunday o'lchadi metrda. Mana 3 bosh bor. Zotga so'ragan akalarimiz ichiga tushib endi video qilib bera olmayman. Cho'ch deyapti o'zi ichiga tushgani ham. Ana shu shunday turadi, 1,5 metr ekan shuni. Yerdan shunday ko'taradi. Tishlari hali chiqqan yo'q. Shuni hozir ko'rsatmasa kerak. Mana shu sotiladi. Bularda narxi nech puldan endi? O'zimiz o'rtada, xonadonidami? Narxini yengil qilib beramiz. Bularni vahima qilib emas, 46 milliondan xayrini qilib beramiz. 46 milliondan ozgina kamini qilib beraman deyapti. Yelkalari. Hozir chiqaymi? Mana tepadan. $46 milliondan ozgina xayrini qilib beramiz deyaptilar. Kilolari 750 dan kam kelmaydi. Mollar, katta mollar. 750 dan kam kelmaydi. Taroziga ham berib yuborasan-a, o'rta? Taroziga ham beraveramiz. Taroziga ham kelishilaverar ekan. Ha. Menimcha narxlarda yaxshi etdi. Shu arqalaridan endi olib bera olmayman, ichiga kirish kerak. Ozgina cho'chiyapman-da ichiga kirgani. Katta. Endi yuvoshi va endi mollar bilib olmaydi. Nomer nechi edi o'rta? 91 688 55 56 ga telefon qilaverasizlar. Mana shu 46 milliondan ozginadan xayri bor ekan. Telefon qilib savdolashaverasizlar. Sog' bo'linglar.